Mahalliy xabarlarga qaytamiz. Yoshlar o'rtasida milliy liboslarni keng targ'ib qilish, yosh dizaynerlarni qo'llab-quvvatlash hamda xalqimizning an'ana va qadriyatlariga bo'lgan hurmatni yanada oshirish maqsadida Jizzax shahrida milliy libos, milliy qiyofasi, zamonaviy dizaynerlar nigohida mavzusida modalar namoyishi o'tkazildi. Nabijon Ergashev lavhasi shu haqda. Tadbir doirasida milliy liboslarimizni zamonaviy dizaynerlar nigohida talqin qilish, yosh ijodkorlarning imkoniyatlarini kengaytirish va milliy an'analarni modaga uyg'unlashtirish maqsadlari ilgari surildi. Tadbirda turli yoshdagi dizaynerlar o'zlarining eksklyuziv milliy kolleksiyalarini taqdim etdilar. Ayniqsa ipak va atlas matolar jozibasi, milliy kashtachilik san'ati hamda milliy liboslarning zamonaviy talqinidagi ko'rinishlari barchaning e'tiborini tortdi. Namoyish davomida ishtirokchilar milliy modaning eng yangi yo'nalishlari bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu fashion showning maqsadi xalq orasida milliylikka bo'lgan e'tiborni oshirish va albatta bizdan keyingi yosh avlodda tuyg'usida milliylikni yanada rivojlantirish va targ'ib qilish. Men o'zim dizaynerman, dizaynerlik bilan 6 yildan beri shug'ullanaman. Har safar podiumda, namoyishlarda liboslar chiqarganimda milliy zamonaviy liboslar chiqaraman. Aynan milliy emas yoki aynan zamonaviy emas, balki milliy zamonaviy liboslarni chiqaraman. O'g'il bolalar orasida ham milliylik juda rivojlangan. Chunki nafaqat qizlar, balki o'g'il bolalar ham o'zbekona milliylikni butun jahonga targ'ib qilib, biz o'zbek, biz boshimizda do'ppimiz bor deb baralla aytib ko'chalarda bemalol yura olishyapti. Men bundan dizayner sifatida juda ham faxrlanaman. Bunday ko'rgazmalar, podium fashion showlar asosan Toshkentda, poytaxtimizda bo'lardi. Keyinchalik so'nggi yillarda 3-4 yillar ichida bizda ham Jizzaxda ham tez-tez bo'lib turadi, asosan bahor faslida. Tadbir doirasida milliy hunarmandchilik ko'rgazmasi ham tashkil etildi. Unda Jizzax viloyatining mohir hunarmandlari tomonidan tayyorlangan nafis va betakror mahsulotlar namoyish etildi. Zargarlik buyumlari, kashtado'stlik, san'at, yog'och o'ymakorligi va boshqa milliy hunarmandchilik namunalariga mehmonlar katta qiziqish bildirishdi. Milliy liboslarimiz nafaqat millatimiz ko'rki, balki ma'naviy mafkuramizni o'zbek xalqining dunyo tomonida tutgan o'rnini belgilab beradi. Milliy liboslarimiz ming yillar davomida ota-bobolarimizdan bizgacha yetib kelgan va xalqimizning ko'p ming yillik tarixi, urf-odatlari, qadriyatlari, estetik qarashlarini o'zida mujassam etadi. Bu kabi tadbirlar yoshlarimiz orasida ko'proq mana shu milliy libosga e'tibor, uning qadrini saqlashga xizmat qiladi. Bugungi milliy liboslar ko'rgazmamizda 27 nafar dizaynerlarimiz o'z kolleksiyalari bilan ishtirok etmoqda. Ko'rgazma libos yaratgan yosh dizaynerlarimiz qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadi. Shuningdek, viloyatimiz san'atkorlari hamda poytaxtdan tashrif buyurgan estrada xonandalari o'z chiqishlari bilan ishtirokchilarga yuqori kayfiyat ulashdi. Tadbir milliy merosimizga bo'lgan e'tibor va hurmatning yana bir yorqin ifodasi sifatida barchada katta taassurot qoldirdi deyish mumkin.